Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Sizlar bilan bugun suhbatlashadigan mavzuyimiz juda ham kam uchraydigan allergik reaksiya haqida suhbatlashamiz. Bu kasallikning nomi Steven Johnson. Steven Johnson sindromida odam organizmining ichaklaridan boshlab tanada teri, og'iz, ko'z, shilliq qavatlarida kuchli kuyuvchi terini ko'chib tushish holatidagi kasallik hisoblanadi. Qani keling, bu kasallik qanday rivojlanadi, qanday yuzaga kelib chiqadi, bu kasallikdan qanday saqlanish kerakligi haqida qisqacha, chiroyli holatda tushunchaga ega bo'lamiz. Stevens Johnson sindromi o'zi nima? Stevens Johnson sindromi o'tkir toksik allergik reaksiya hisoblanadi. Dorilar va infeksiyalar hisobiga yuzaga kelib chiqadi. Stevens Johnson sindromida odam organizmining ichaklar, yuqorida aytganimizdek teri, ko'z, og'iz, burun va jinsiy a'zolarning yallig'lanishi hisobiga yuzaga keladi. Steven Johnson sindromida dastlabki qizarishlar hosil bo'ladi. Qizarishlar so'ng pufakchalarga aylanadi. Pufakchalardan keyin epiteliy teri qavatini keskin ko'chib tushishi namoyon bo'ladi. Juda ham tez amalga oshadi. Sindrom qanday yuzaga keladi? Sabablari nima? Asosiy sabablardan biri bu antibiotiklar, ya'ni sulfonamin gruppalari. Bundan keyingi dori guruhimiz antiepileptiklar. Karbamazepam, shunga o'xshash epilepsiyaga qarshi dori ichadiganlar va boshqa infeksiyalar hisobiga ham yuzaga keladi. Masalan, gripp, gerpes, pnevmoniya. Bu degani Steven Johnson hamma odamda rivojlanishi mumkin bo'lgan, shakllanishi mumkin bo'lgan toksik allergik reaksiya hisoblanadi. Steven Johnson sindromini birinchi belgilarini qanday bilib olsak bo'ladi? Birinchi navbatda yuqori isitma chiqadi. Undan keyin terida qizarishlar paydo bo'ladi. Holsizlik, umumiy holsizlik, ko'ngilda bezovta bo'lishi, nafasda o'zgarishlar, teridagi qizarishlardan so'ng tezlik bilan pufakchalar hosil bo'ladi. Pufakchalar yaralarga aylanishni boshlaydi. Yaradan keyin terida ko'chishlar paydo bo'ladi. Steven Johnson sindromi xavflimi deb savollar berishadi. Bu o'ta xavfli kasallik hisoblanadi. 1000 tadan bitta odamga to'g'ri keladi. Xo'p, kasallik kechishi bo'yicha inson noiloj qolgan holatga tushib qoladi. Qanday? Tasavvur qilingki, bir joyda pojar bo'lyapti, yonyapti. Olov ichida qolgan odam. O'zi ham yordam bera olmay qoladi, yonidagi insonlar ham yordam bera olmay qoladi. Qancha tezlik yonayotgan odamga qancha tezlik bilan yordam ko'rsatilgan taqdirda ham unda jarohatlar o'rni, kuyishlar o'rni qolishi mumkin. Xuddi shunga o'xshagan holatda kechadi. Bu allergik reaksiyada bemorni har doim zudlik bilan shifoxona sharoitida davolanadi. Agar shifoxonaga yotqizilishi muddati kechiktirilsa, vaqtida yetkazib olinmasa yoki aniq tashxis qo'yilmasa, bemor o'lim holatiga kelishi mumkin. Muntazam ravishda terini ko'chishlari, ko'zda shikastlanishlari yuzaga kelib chiqadi. Bemor tez muddat ichida holdan toyadi. Bu kasallikni oldini olish yoki profilaktika qilish yoki bu kasallikka uchramasligi uchun qanday chora-tadbirlarni o'tkazish kerak? Albatta, har bitta ichayotgan dorini vrach nazoratisiz, o'zingizni shaxsiy vrachingiz, doktoringiz nazoratisiz ichmaslikni tavsiya beramiz. Aptekalardan shunchaki og'riq qoldiruvchi dorilarni olib ichmaslikni yoki isitma chiqqanda o'zboshimchalik bilan uni dorilar berib isitmani tushirmaslikni tavsiya beramiz. Bu holatda har doim, o'zi kasallik holatida har doim vrach qabulida bo'lib, vrach tavsiyalari bilan muolajalarni olib borishlaringizni so'raymiz. Yuqorida aytilgan fikrlar Steven Johnson sindromi haqida edi. Bu kasallik haqida tushunchaga ega bo'lgan bo'lsangiz, juda ham xursand bo'lamiz. Sizda yana qo'shimcha savollar hosil bo'lgan bo'lsa, kommentariyalarda, izohlarda kutib qolamiz. Sizlar bilan kelgusi ko'rsatuvlarimizda uchrashguncha assalomu alaykum.